Bugun ushbu Greenlit mahsulotini sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Agar vannalardan yoki rakovinalardan noxush hid keladigan bo'lsa yoki zasur bo'layotgan bo'lsa, ushbu mahsulotimiz aynan siz uchun. Bu mahsulot xuddi shunaqa donachali ko'rinishda bo'ladi, zasurlarni, noxush hidlarni oldini oladi. Bundan tashqari, barcha axlat va sochlarni eritib tashlash xususiyatiga ega. Hozir men sizlarga o'zimni vannamda obzor qilib ko'rsataman. Birinchi bo'lib, krishkasiga to'ldirib shu mahsulotimizdan sovolasizlar. Bundan keyin qaynab turgan suvni ham tayyorlab turasizlar. Quvurlarga hammasini solib, ketidan qaynoq suvni quyib yuborasizlar. Bundan keyin taxminan 1-2 soat temib turasizlar. Suv ham quyilmasin. O'shanda hammasini o'tida tozalab tushadi va quvurlardagi barcha noxush hidlar hamda zasorlar birpasda yo'q bo'ladi. Sizlarga ham ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Aslida mana shu bitta ganazermani o'zi butun tovaringizni bosib beradi, do'koningizdagi tovaringiz. Men Covid paytida Qoraqalpog'istonda edim. Mana mashina ichib 3 kun yengilgina o'tib ketgan. Bezaslashga dedim. Aytmoqchimanki, birinchi o'rinda agar siz mana tozalanmoqchi bo'lsangiz, iligingizdan tozalanmoqchi bo'lsangiz, xo'jayina darajasida hech qayerga o'tib qolib yuvirishga ham bormang, krizlopingizga ham qatnab yurmaydi. Tushundingizmi? Ochlik bilan ham davolanaman deb mashina ichib. Hech ichmagan bo'lsangiz, ikkitadan boshni yirtilib. Bo'lmasa sekin-sekinlik bilan ikkitadan 2 mahal. Och qoringa, iloji boricha ertalab och qoringa 2 ta kapsula iching. Ro'za chiqqandan keyin yarim litrli baklashkaga bir 10 tasini sovoringda chayqatib kun davomida iching. Tushundingizmi? Kapsulani o'zi eriydi. Ro'za chiqqandan keyin 1 litr yoki yarim litrli baklashkaga bir 10 ta kapsulani solingda, baltushka qilib mana borku, yo'lida yuribdi, idishkada, har xil suv ichadigan. Prosta tak suv ichgandan ko'ra, mashina o'zini kun davomida chayqatib iching. Yoningizda 2000 so'mlikdan ko'p olinglar faqat. Bo'ptimi, ma'qulmi? Chunki reaksiyada hojatga qatnashtiradi. Qaysi ma'noda? Birinchi sizni pochkangizdan tozalashni boshlaydi. 2 haftada agar siz men aytgandek qilib dozada ichadigan bo'lsangiz, 2 haftada sekin-sekin sizni atrofingizdagini so'raydi. Yuzingizga nima qildingiz? 2 haftada buni kosmetik effekt chiqishni boshlaydi. Mabodo botoks qildirgan bo'lsanglar, olib chiqib keladi. Chunki bu detoks. Mabodo botoks balobatlar qilgan bo'lsanglar, o'zingizlar bilmasdan qatiylarga kuchayib qolishi mumkin. Chunki bu tanangizda turgan hamma yot narsani olib chiqib keladi. Detoks boshlaydi. Iligingizdan ko'tarib olib chiqish boshlaydi.